yozyapti. Yozyapti. Birinchi darsimizda sizlarga ma'lumotni beraman. Mana universitetlararo dasturlashni o'rganish. Yo'q, ba'zida mana ChatGPTda men tayinlab qo'ygandim. Birinchi masalan, eng boshlang'ich darajadan o'rganish davomiyligi har kuniga asosiy dasturlar o'rganish uchun Java va Kotlin o'rganiladi. Boshlovchilar uchun eng qulay Java ekan. Maqsad dastur mantig'ini tushunish. Davomiyligi 1-2 kun. Har kuni bir haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun 1 soatdan, bir oyda o'sha 30 kun, 60 kun 1 soatdan shug'ullanish kerak. Dasturlash o'zi nima? Bittaligi bilan tushuntirib o'tib ketaman. Yozadigan narsa bor ekan. Paint. Nima? Dasturlash o'zi nima? Bu dasturlash masalan muammoni yechishda bu dasturlash. Muammoni yechish masalan nasib bo'ladi. Masalan siz kompyuteringiz bor. Unga sichqoncha kerak. Kompyuteringiz masalan Asus yo Vivo, Vivo boshqa narsalar bor. HP, Lenovo shunaqa masalan internet kezasida klaviatura o'ziniki bo'lsa menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Yo o'yinchilar uchun ishlab chiqarilgan yaxshiroq. Shunaqa bo'tma qilish uchun masalan ertasi bozorga chiqib shunaqa kompyuter magazinlariga borib shunaqa olgandan ko'ra hozirgi Uzum Market, Yandex.Go shunaqa Yandex marketlar rosa ko'payib chiqqan shunaqa. Masalan Uzum Marketga kirasizda qidiruvga klaviatura qancha bo'lsa chiqarib beradi, 1000 ta turni chiqarib beradi. Bu dasturlash muammoni yechish degani. Eng qisqasi muammoni yechish. Dasturlar o'zgaruvchilar va string bo'laklari va hokazo. Bizga bu Javada kerak. YouTubedan kopiya qilib yangi ochamiz. Yangi shu sizlarga ochib beryapman. Python'da chiqadi. String building, JavaScript, Dart ham o'shaligiga kerak bo'ladigan. Ko'pinchalik mana Pythonchi kelyapti. Bizga bu yerdan Java kerak. Qavcha chiqamiz. Java. Mana
o'zgaruvchilar jami, virtual data type. Shungacha ishlayotganda xolasa fonni o'zbek tilida javon tugatib xolasa men ham masalan javon umuman bilmayman. Masalan YouTube'dan sizlarda shu o'rganib yozuvni bir bala qilib topshirib beraman. Men ham sizlar bilan birga o'rganadigan odamman. Masalan umuman dasturlashda xabarim yo'q. O'sha YouTube'dan dasturlash o'zi nima qilsa, qanaqa turlari bor deb o'sha ChatGPT'dan ham so'raysiz, Sony internetdan so'raysiz, javob beradi, qisqa javob beradi. Java ma'lumotlar turlari o'zgaruvchilar. Shunaqa. Mango channel. In this video, do'stlar, hammaga salom. Hi, I'm Rajan. But I have declared a Shunaqa. Biz shuni ko'ramiz. O'zgaruvchilar mavzusi bo'yicha tanishib o'tamiz. Boshladik. Hop. Demak, data type'lar Java'da. Ya'ni o'sha ma'lumot Java deyapti. Oddiy va murakkab. Har xil ovozlarga, tashqaridan kelgan ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Mikrofonni o'chirib qo'ying. Qancha narsa загрузки ekan. Mikrofon. Demak, mikrofonni qanday o'chirar ekan? Mayli, o'chirishim shart emas. turlarini Java'dagi holatlarni aytib o'tmoqchiman. Demak, Bu yerda yozib olamiz. Men yozib olaman. Yozib olishni juda ham maslahat beraman. Eslab qolasizlar, yaxshiroq o'rganasizlar, yaxshiroq tushunasizlar. Masalan, bu mavzuda hozir ko'ryapsizlar, sizlar tushunmasizlar mumkin. Birinchi marta kirib kelishlar mumkin. O'shaning uchun qayta masalan, birinchi dars ko'rsa, keyin ikkinchi darsga chiqaramiz va keyin bir 5 dars ko'rib bo'lgandan keyin yana 3-4 ga har kun chiqarishga harakat qilamiz. O'shaning uchun bir 5 dars ko'rgandan keyin yana o'shancha ko'ring. To'xta yana tushunmasa yana boshqa taraf ko'ring. Bo'lmasa tushunmasangiz yana keyin oxiriga chiqarishga harakat qilamiz. O'sha junior eng dasturlash esa jichcha bo'lsa bo'ladi. Kod yozib xotirjam o'zingiz masalan Java kalkulyatorda masalan kalkulyator bo'ladi, shunaqa qilib birta narsa qilguncha dahosi o'rganamiz. Kichkina ishlayapti. Dasturlash birinchi dars. Dasturlash nima? Muammoni yechish. Muammoni yechish. Data type in Java yozib olamiz. Tarjimasi sizlar uchun tarjima qilib beraman. Data types. Java ma'lumotlar turlari.
ularga o'sha Java ma'lumotlar turlari deb yozib qo'yamiz. Men yozib qo'yapman. Hozir kamerani yoqib ko'rsataman. Mana kamerani yoqmayapman. Kameram juda xarab haligi. Xudo xohlasa ko'p darslar qilganda dars qilganimizda xudo xohlasa shu dars qilamiz. Kamera qilamiz, mikrofon anchalik xudo xohlasa qilamiz. Albatta ilova yaratguncha albatta qilganimlarcha xudo xohlasa men ham o'rganishga harakat qilaman. Darslarga kirganman o'sha darsda o'rganishda. Billing hammasini tushundim, bilat. Pinam qo'ymagan bilat. Pizdes bilat. Mana shunaqa hozir ham print masalan nima o'qishni o'rganishda shundan o'rganishni olsa bo'ladi. Zo'r haligi kelashligin ekan Angle Black'da. Вообще men haligi bo'ldim. Demak, ikki xil data-type'lar Bu mavzu Yomon vaqt cho'zilib ketyapti o'zicha. Vaqtni juda qisqa qilaman dedim. Sizlar uzulyapti вообще. Ularga e'tibor bermaysizlar. type'lar bor. Endi tiket chiqqan ekanman. Endi boshladik. Savatlar tavbadagi ta'limistlar. Aytganimdagina o'zi data type Java. Bu aytganimga bu yerda yozib olasizlar. Bu data type Java. Translate qilgandim. Darslarni tarjima qilib bilamiz, birdan dona qilib bu yerda har xil ma'noga kelishi mumkin. Shuning uchun data datadagi ma'lumotlar ko'ramiz. Types Java'dagi ma'lumotlar Java'dagi ma'lumot turlari Java'dagi yozib oldim. Sizlarga yozib olishni maslahat beraman. Esda qolib yaxshiroq bo'ladi va oddiy va murakkab ekan. Primitive data types, no primitive data types. Buni ham tarjima qilish aniq bo'lamiz. Albatta nimaga yozib olyapman? Yozib olsam yaxshi eslab qolaman va ingliz tiliga boshqa yodlashyapmiz. Birinchi marta qaytarishni va murakkab. dasturga yozsalaring o'zlaring eslarda qoladi.
Başını koyalım. Tekrar iyice kokluyorsun. İşte bu. Oldu. Endi tarjima qilib olsak. Yonimizda bo'shataylik. Data types. Data ابتدایی ma'lumotlar turi. İptidai. G'alatmi? Tushunmadim. Oddiy o'sha murakkab oddiy o'sha shaklda. Buni ham daftarga yozib qo'yamiz. Oddiy. Ya inglizcha yo'llaringdan. Mantiqiy. Blow and type. An ekan. Mantiqiy. Bas. Mantiqiy turlar. Types. Numeric. Raqamli turlar ekan. Bular raqamli turlarga kirar ekan. Types mana 2gacha ekan. Charter, iterator. Ekan bulardagilar. Iterator, volt, iterator va be short, int, long. Ular o'sha uzun kalta yonida chegaralar string int. Bularni tarjima qilamiz. Yezib ketarkan bular. Bularni raqamli turlar ekan bular. Mantiqiy va raqamli turlar ekan. Mantiqiy va o'sha qilib raqamli turlar. Charakter. Bular. O'rnadim kerakchi. ekan. Bili. Xarakter. Xarakter. Raak. Sorry. Sorry. İngiliz tilinde. Xarakter.
belgili kerak. Belgili qiymatlar ekan bular. Chorakdir. Chorak bo'lmay qiymatli belgilar. Albatta bu ham yozib olamiz. Modda belgili qiymatlar. Belgili qiymatlar ekan. Bularga char kirar ekan. Tajribasini ko'rib ko'ramiz. Char ekan o'sha. Integral 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 qiymatlar ekan. Menimcha mantiqiy qiymatlar bo'lsa kerak. Harakatdan bo'lib belgili va integralda o'zimiz ko'ramiz. Butun son. Butun sonlar ekan o'sha. Long shunaqa shekilli. O'tamiz. Butun sonlar. Integer. Butun sonlar. Butun sonlar. Floating. Sözcü. Floating on point. Search point. For int again. Sözcü. Belgili noktalarımıza gelelim. Endi murakkabga o'tamiz. Mayda. Oddiyaligini
nonni qo'yib qo'ysak ekan. Nonni qo'yib qo'ysak, nonni yo'q degan ekan. Bir balo narsalar yo'q. Oddiy narsalar yo'q degan bo'lsak ekan. Taxminan oddiy. O'sha murakkab oddiy. Bu string error aytdik. Biz tarjima qilib oldik. O'zi nechun bo'lib qoldi bilmayman. O'zi ko'p so'zmaslikka harakat qildim. Nechun qolibdi? 15 minut bitiramiz. 2 minut videoda. Shundan keyin qolgan videolarda o'rganishga harakat qilamiz albatta. Ovozim pastligiga e'tibor bermaysizlar. Makkaron gapirishga harakat qilaman mikrofon yo'qligiga. Har holda qo'shib aytgandek e'tibor bermaysizlar. Unda davray boshladik. Xo'p. Ana endi ma'lumot turlariga ajratib oldin. Oybek degan ma'lumot qaysiga Bular ma'lumot turlariga ajratish bo'lyapti. Bu yerda o'sha misol uchun ma'lumotlar deb yozib olamiz. Turlari. Birinchisi. Oybek. to'g'ri keladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, Oybek degan ma'lumot string tipiga to'g'ri keladi. Matnli ma'lumot. 12 ma'lumotimiz bu int toifali 2 ma'lumot. 14,5 ya'ni float 3 15 qadarlik. yoki double ga to'g'ri keladi. Foiz belgi bo'lsa, Oybek degan ma'lumot string tipiga to'g'ri keladi. Matnli ma'lumot. 12 ma'lumotimiz bu int toifali ma'lumot. 14,5 ya'ni float yoki double ga to'g'ri Float yoki double. Float yoki double dedi. keladi. Foiz belgisi bitta foiz belgisi. belgi bo'lgani uchun odatda buni char tipiga mansub Belgi bo'lgani uchun chart tipiga kirar ekan. Chart. atash mumkin. Agar mana bunday sana to'g'ri keladigan bo'lsa, sanalarni esa odatda biz sanalar 5 sanalar bugun 21 bilan 25 string deb beramiz, majbur bo'lamiz. Itlight string kerak ekan bu ham. bu string -56 int 0.0 mana shunaqa sonlar oladigan bo'lsak, ya'ni bu o'sha float yoki double ga mana bunday raqamlar kelyapti, lekin buni son sifatida qabul qilib bo'lmaydi. Shuning uchun buni string ga olib beramiz. Mana bu ham string toifali ma'lumot. Bu esa float, int, float, string va string. Demak, har qanaqa ma'lumotni stringga olish mumkin. O'sha ikkitalik qo'shiladi. Sonlarga ham bersak bo'ladi. O'sha yomon tomoni qo'shib ayirib bo'lishda o'sha muammolar aritmetik amallar ustida bajarib bo'lmaydi. Mana shu tomonda farqi bor. Xo'p, endi asosiy tiplarimiz boyagi o'sha primitiv tiplar
bir e'tibor qarataylik. Ya'ni Gulen toifa u bitta joy Biz videomiz 15 minut bo'lib qolgan bo'lsa kerak. 18 minut cho'zilib ketibdi. Keyingi videolarda albatta tez-tez darsimizda o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda masalan 11 minut videomiz bizda yarim soat yoki undan ko'proq bo'lib o'tishi mumkin. Men sizlarni albatta meni narsa tushunmayman. O'shani sizlarga bildirib o'rganib, nimalar kerakligini, nimaga yozishni albatta o'rganuvchiman. O'shaning uchun keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Mikrofonimizni yonib